Birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Tartibmisizlarmi? Bir foydali video qilib qo'yay dedim. Mana shu orqamda turgan 22-eshikdan kirganda, mana shu 22-eshikdan kirib, tepa 3-etaji bor. 3-etajga chiqib, xalaqodan qabulga yozilsa bo'ladi. Bu xalaqodagi qabulga yozilib, arab tilini bilmaydiganlar ham, biladiganlar ham noldan Qur'on o'rganish bo'yicha ichkarida darslar bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Birodarlar, yana bitta narsa, ayollar ham, qizlar ham bemalol bu yerda bepulga haramda dars olishligi mumkin. Bu erkaklarniki 22-eshik, ayollar ham naryoq tarafidan ham 24-23 dan kirishadi. Ular ham xuddi shunaqa. Hozir oqarib qoldim. Mana shu joyda kirib, Masjid Nabaviyning orqa tarafi bu yoq, qibla taraf. Shu yerga kirib, bemalol ayollar ham qabuldan o'tsa bo'ladi. Bu tarafida ham bor, bu yoq tarafida ham bor. Mana bular registratsiya qilib, skaner qilib, ana QR kod skaner qilib kirishadi. Emailga pochtadan SMS keladi. Emailga SMS kelgandan keyin mana shu email SMS ko'rsatsangiz, internetingiz yo'q bo'lsa, ichkaridan so'rasanglar, Wi-Fi ga ham bo'ladi. Keyin ichkarida emailga kelgan SMS ko'rsatganingizdan keyin sizlardan viza so'rashadi. Vizada ism familiyalarni yozib, qabul registratsiya qilishadi va keyin sizlarga telefoninglarni berib, rasmga olib berishadi. O'sha hozir qo'yam, pastga tushib, mana shunaqa raqamga yozilgan bo'ladi. Nechinchi nomerligi, ismi, shayx ismi yozilgan bo'ladi. O'sha shayx topasizlar. Mana shunaqa yozilgan ismi yozilgan shayx topasizlar-da, o'zingizlarning shayxinglarni topib, darsni boshlaysizlar. Hozir ko'rsataman dars qanaqa bo'lishini. Azizlar, mana shunaqa halqa bo'lib o'tirgan holatda dars ham o'rtada turgan shayx bo'ladilar. Shular dars bitta chaqirib dars so'rashadilar, dars o'tadilar. Bu joyda bemalol arab tili harfini bilmaganlarga ham harfdan boshlab o'rgatiladi. Biladiganlarga, Qur'on yodlaganlarga ham kelib o'zingizlarni silab imtihon topshirsanglar bo'ladi. Sinagan o'zingizlarni sinab shayxlarga. Keyin yosh bolalarga ham 5-6 yoshdan boshlab yosh bolalarga ham dars berishadi. Hozir ko'rsataman ularni videoga olib. Yosh bolalaringlarni ham kelib bemalol Masjid Nabaviyda, masjid ichida bepul ta'lim olishligi mumkin. Mana kichkintoylar mana shunaqa dars olishadi. Aloqa bo'lib o'tirib, keyin dars paytida shirinliklar, anaqalar Qur'on bilan mana shunaqa soklar tarqatiladi. Har kuni tarqatiladi. Sohib ehsonlar tarafidan olib bilimlarga. Kichkintoylar dars olishyapti.